Bismillahirrahmanirrahim. Aziz yurtdoshlar, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Bugun biz bu suratga tushirayotgan joyimiz Toshkent shahar Yunusobod tumanida Otchapar bir mahallasida qurilayotgan yangi bir masjidning mehrobini oldida yurtimiz ardoqlagan, butun dunyo tanigan ustalar bilan birgalikda yig'ildik. Yig'ilishimizdan ko'zlangan maqsad sanoqli soatlardan keyin O'zbekiston terma komandasi maydonga tushadi. Bugun Portugaliya bilan o'yin bo'lar ekan. Birinchi o'yinimiz o'tdi. Ko'pchilik odamlarimizning gapi juda kuchli bir komanda bilan o'ynashyapti degan gapni gapirishyapti. Eng kuchligi Allohning o'zi. Biz Allohning o'ziga tavakkal qilamiz. Albatta g'alaba yaxshi. To'p kirgizishimiz yaxshi, lekin bizni O'zbekistondan borib butun dunyo miqyosida o'zbek xalqining bayrog'ini ko'tarilishi, O'zbekistonning madhiyasini yangrashi o'shani o'zi biz uchun g'alaba. Biz duo qilamiz, bolalarim, ukalarim, o'sha maydonga tushayotgan futbolchilar qo'llab-quvvatlaymiz. O'zimiz sizlar bilan bir qatorda bir maydonda bo'lmasak ham, jismimiz bo'lmasa ham yuragimiz sizlar bilan birga. Yurtimiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz omon bo'lsinlar. Yurt tinch bo'lsa, xotirjamlik bo'lsa, o'yinlar bo'ladi, musobaqalar bo'ladi. Yangi qurilayotgan mehroblarda xatmi Qur'on bo'ladigan, mehroblarda duo qilinadigan joyda turib qo'linglarni ochinglar bir duo qilaylik. Ilohim Parvardigor, bugungi bo'ladigan o'yinlarni chiroyli qilgin, avvaliga oxirini xayrli qilgin. O'yinchilarimizni shikastdan, ofatdan, balo, qazo, fitna, fasodlardan omonda saqlab, biron bir joyi lat yemasdan, yiqilmasdan, sog' salomat O'zbekiston o'yinchilarini darvozalari mustahkam bo'lib, mana shu yurtimizga yorug' yuz bilan g'alaba nashidasini surib, g'alaba bayrog'ini ko'tarib kelishinglarni Alloh nasib etsin. Yurtimizning nomi butun dunyoga tanilsin. O'zbekiston bayrog'i butun dunyoda hirpirasin. O'zbek farzandlarini g'alabasidan, ularni qilgan yutug'idan xursand bo'lishi Alloh hammamizga nasib etsin. O'zingni baytingda turib duo qilyapmiz. Mehroblarda duo qilyapmiz. Biz so'radik, ijobatini o'zing qilgin, sog' salomat g'alaba bilan kelishni nasib etgin. Allohu akbar. Rahmat, salomat bo'linglar.